Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar, programmamizda ko'rishinglarni qarshi olamiz. Ko'rayotganinglar Shinjang televiziya stansiyasining o'zimiz va o'zga millatlarning esil taomlarini etib yiqishni, tetib yiqishni asos qilgan Ichil dasxining programmasi. Men riyosatchi do'stinglar Nijat Vali Yaqub. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizni nihoyat romantik bir hikoya bilan boshlashni to'g'ri topdim. Burungi zamonda Yevropada nihoyat boy bir boyvachcha bo'lgan ekan. Bu boyvachcha kunlarning birida bir pishiriq ustasining qizini yaxshi ko'rib qopti. Biroq pishiriq ustasi o'zining qizini bu boyvachchaga berishni faqat xohlamabdi. Darhaqiqat bu boyvachcha pishiriq ustasiga shogird bo'lgandan keyin nihoyat qitirqinib o'rganibdi hamda yangi yil kuni o'zining tirishchanligi bilan o'xshagan bir tortni yasab chiqibdi. Uning bu torti shu mahallada hatto shu rayonda nihoyat olqishga erishib, bu pishiriqxonaning sodisi kundan kunga yaxshi o'tdi. U ham bu qizchaq bilan to'y qildi. O'z navbatida biz bu hikoyadan tortning yana muhabbatga, shirin shakar turmushlarga simvol qilinganligini bilalaymiz. Demisimi biz odatda do'stlarga yoki bizning qiz do'stimizga, ota-onamizga, urug'-tuqqanlarimizga o'z samimiyatimizni, mehr muhabbatimizni bildirish uchun nima sovg'a qilishni o'ylaganimizda oldi bilan to'rt, attirgul, attir qatorliqlarni o'ylaymiz. Chunki ularning hammasi shirin shakar turmushga, baxtiyor hayotga, shundoqla chin muhabbatga simvol qilindi, emasmi? O'z navbatida men bugun o'zim qo'l silib ishlab, nihoyat o'xshagan bir tortni yasab chiqdim. Bu bo'lsa, shu topda mening yonimdagi bu shokolad tort. Balkim do'stlar ishonmasligi mumkin. Bu shokolad tortni Nijat qanday qilib yasab chiqqandi deb. Bu tortni men mundaq yasadim. Programmamizga qiziqsinayotgan ekran oldidagi suyimli ko'rman do'stlar. Shu topda biz Urumchi shahridagi Qo'ligul usta Aygul xonim, ya'ni chiroyli Aygul adashnimi bizning Ichil dasxining oldiga taklif qildik. Aygulda yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Aldi bilan bir salomingizni yo'llatgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum degan so'zni ichiga nurg'ulagan, yaxshi tilaklar yo'g'rilgani. Ayguldan bugun qimmatli vaqtini chiqarmish ekran oldidagi tatliqlarni pishirishga nihoyat qiziqadigan do'stlarga o'zi qo'l silib shokolad tort tayyorlab bermoqchi, shunaqmi? Shu topda mening oldimdagi bu narsani ko'rgan do'stlar, bu ambalmidi yoki kesakmidi deb hayron qilayotgan bo'lishi mumkin. Dastlab bundan da hayron qoldim. Qarasam bu shokoladga shunami? Bu shokolad. Bu qora shokoladmi yoki qora shokolad, qora shokolad. Qora shokoladning odatda o'riqlashdimi foydasi bor deb olgan shunami? Shokolad oz bir qismi ishlatilganda, qolgan qismini men uyga yetkazsam bo'ldi ekanda. Odatda mish bevosita iste'mol qilish bo'ladi. Bevosita iste'mol qilsangiz bo'ldi. Yana sut, shakar, un, tuxum, andan keyin puroqsiz sumay, qaymoq. Undaqda buchi bu xushtam kirgizgich xushroq material. Shokoladlik tort pishirishga ketarlik materiallar: 5 dona tuxum, 1 piyola sut, yarim piyola yog', yarim piyola un, ko'miqnoq kraxmali, soda talqini, shakar 1 piyola, xushroq material, pishiqlab ishlangan qaymoq, qora shokolad. Uning boshqa asboblardan duxovka, kichik taroza, tuxum chilish asbobi. Bundan vaqtda biz hozir kichik tasnimi tayyorlab oldik, uni boshqa pokizlik uchun. Hamda men bu do'ppamni kiyib olay. Yarashdimi? Yarashdi. Bugun yarashmaydi degan qo'shib qo'ysang shundoq yaxshi bo'ldi shuni davom uchun. Undaqda oldi bilan nima solamiz? Yarashdi. Anisa oldi bilan biz mau kichik. Bundan asos jihatimiz oltin o'lchaydigan shunaqmi? Avval ochimiz. Anadikin tasni qo'yib chiqaramiz. Tasdan yig'iliqini chiqarsak bo'ldi. Avval sut qo'yamiz 50 gram. Sutdan 50 gram. Demak, biz hamda mushu Aygul adamniki hozirgi mashg'ulotlardan bilaymizki, har bir narsani, har bir xurishni o'lchar bo'yicha, ya'ni o'lcham bo'yicha shunaqmi? Muvofiq qo'yishimiz kerak. Demak, 50 gram hozir naq bo'ldi. Biz bunga mayli aptab rasmiy bo'lsinmi bo'ldi yoki boshqa maylar bo'lsin deydi. Boshqa maylar bo'lsin bo'ldi, lekin cho'qim puruqi yo'q, suzuk may bo'lishi kerak. 50 gram. 50 gram qo'yaman. Qoldi. Bo'ldi. 50 gram bo'ldi. Endi osh qo'shqimizda 20 gram shakar sepasiz. O'sha ustiga yana 20 gram. 20 gram shakar. Bo'ldi shunaqmi? Chiqarsak ham bo'ldi. Shundan 20 gram. Bo'ldi. 20 gram bo'ldi. Endi buni bundaq tuxum chalg'ish bilan ilashtiramiz. Chunki takshi ilishidi.
Shu tapda ifodadagi ko'rman do'stlarga yana bir qatim eskartib qo'yim kelyapti. Biz hozir tayyorlayotganimiz bo'lsa shokolad tort shunaqmi? Ha, shokoladli tort. Shokolad tort degan so'zdagi tort so'zi albatta bizga chet el tilidan qabul qilingan so'z. Hamda biz o'zimiznikida pishiriq yoki tatliqlar deb ataymiz shunaqmi? Biz bugun shokoladda tayyorlangan tatliqlarni tayyorlashni do'stlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hozir hamda o'yildim aytdi apple chaldi. Müştaq bulmaqdek holatga, bulmaqdek holatga akilimiz shuning bilan to'xtaymiz. Endi buningga 5 tal tuxumdan seriqini solamiz. Tuxum chiqib turamsiz Nijat? Buning uchun o'slik chaqsamda seriq tusham. Seriqi ayrilib qoldi. Iqini adasqa to'kimiz. Yana biriga tuxumninki iqini og'rigan chaqda daz ham shu asboblarimiz cho'qim quruq bo'lish kerak. Qat'iy suv yoki moy aralashib qolsa bo'lmaydi. Bundan başına qilamiz. Endi bu seriqni ishlatamiz, ishlatamiz. Iqi seriqlar ikkisini ishlatamiz. Seriqni hozir nimaga ayirib olamiz? Mana solamiz. Iqini madas qilamiz. Ha, Gülda shu tapda siz endi 5 tal tuxumni nihoyat pokiza ayirib, uning seriqini bir yoqqa, iqini bir yoqqa qayirdingiz shunaqmi? Endi navbatda biz shu seriqni yuqorida biz tayyorlab olgan materialning ichiga aralashtirdik. Aralashtirgandan keyin buni endi chalamiz shunaqmi? Ha, tuxumdan avyamqa birinchi xamir deymiz uni. Süt, şeker, su maybanın töpüge silip bize to'liq ilashtirsak bo'ldi. Uni unchalik bekliq ko'ptirib naqshlaymiz. Quvvat qo'ymayman buni hamisi ya. Endi xamini yesangiz bo'lmaydi. Undaqdan nima iqini nima ish qilamiz? Iqini soltirib, uningki soltirib mashg'ulot qilamiz. Hozir buningga endi yana un solamiz, un. Undan qanchalik solamiz? Undan 75 gram. Undan keyin undan 75 gram salamiz. Buningda biz bu asablardan ayt yaxshi foydalanamiz. Buni ko'rib mening jiyanim esimga kelib qoldi. Odatda o'qitadigan chog'imda besh cho'klaydi. Inayt umoq qulaylikka. Qulaylik. 1 gram soni bor. Agar taroz bo'lmasa, gram bilan o'lchab solsangiz bo'ladi. Shuni yuzni tekshi holatga keltirsak 15 milligram atrofida shunaqmi? 15 gram chiqadi. Siz 75 gram. Odatdagi uni odatda biz uylarda tomoq etib yeydigan un bo'laverdi. Bo'ldi. Naq bo'ldi. 75 gram. Endi buningga ko'mmoq kraxmaldan 15 gram solamiz alay. Qo'shqda 15 gram. Bo'ldi, undaqda hozir biz yana buni misat bo'ldik. Endi hozir kraxmalning qanday xususiyati bor? Ya'ni shu shokolad tort tayyorlashda qanday bir alaylik bo'ladi? Kraxmalninki xurishlarni o'zaro bir-biriga yepishtirish, andikin shu yepishqoqlikni oshirish shunaqmi? Yepishqoqlikni oshirish ham yumshoq qilish roli bor. Yumshoq buni roliga misol qarash qolmaydi ekan. Odatda tomoqlarga ancha-muncha solib qo'yamiz-a? Go'shtlarni yumishtirganga, andikin boshqa bo'yoqlarning bulmoqlarga shular asosib bo'ladi. Salomatlikka ekstra. Seni yo'q, chunki u ko'mmoq kraxmal emasmi? Ko'mmoqning eng yumshoq yeridan olib chiqarilgan. Mana shunday bilimlarni deb berishingiz kerak. Shuning bilan biz bilib olamiz, shuning bilan buningki salomatligimizga asos qo'shgan bo'lasiz-a. Uni boshqa bir davomli misolimiz. Endi Nijat 2 gram soda uni. Soda uni? Ha. Shuni o'yladim. Sodani alayda tayyorlagan. Sodaninki roli bo'lsa buni ko'ptirish roli. Ha. Tortning xamirining ko'pish roli. Bundan 2 gram solamiz. Endi buni to'xtamay aralashtiramiz. Ilashtiramiz, lekin bak jiq ilashtirib etmaymiz. To'liq aralashqicha, unning tugurchaklari tugigicha aralashtirsak bo'ldi, shunaqmi? Bak kuchab ilashtirmaysizlar, asta suratda silliq holatda ilashtirasanglar ham tugaydi. Mana bizniki birinchi xamirimiz tugidi. Buni bir chapga qo'yib tuxumning iqi bilan shakarda ikkinchi xamirni tayyorlaymiz. Buning uchun yana 2 xil material tayyorlaydi ekanmiz-da, shunami? Hozir biz ananda bir tayyorlab qo'ygandan keyin, chunki hozir bugun sizlar uyutib qo'ymoqchi bo'lgan tortim. Xo'sh. Shundoq yumshoq, shundoq bo'sh, shundoq bek chiroyli chiqadi. Buni ko'rsizlar. Ma'qul. Endi bundan 70 gram shakar. Bundan 70 gram shunaqmi? Hozir biz piyolning og'irligini chiqarib yetib 70 gram shakar. Shakar. Endi tuxumning iqi, endi tuxum ko'ptirish asbobini ishlatamiz. Uni ishlatmasak, asbobi lekin do'stlar yuqorida bu asbobni ko'p nimamiki deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin bu hargizmi? Do'stlar o'ylagandek, shosh qurtqish emas yoki tamg'a
mıqqaq qaqadigan elektronlik asbob emas, ya'ni tuxum köptürüş mashinasi. Buni biz hamda shu odatda chet el filmlarda shu ayollarningki tamoq tayyorlash jarayonidagi ko'rinishlarga qarab uchirtimiz. Bizning turmushimizga ancha umumlashib ketmadi shunaqa chunki. Lekin shu tarozdiklan bu narsani cho'qim oshxonda cho'qim bo'lish kerak. Hozir hamda yosh qizlar uyda har xil tamoqlarni etib har xil shakllar chiqaramiz u. Shunda qayri tamoqlarni etganda tortlarga, pishiriqlarga shunday asboblar bo'lmasa, sal qiynalib qoldik. Hozir men sal jiddiylashib olamsiz ya. Chaqib ketib ekanman bo'lmasa. Bo'lmasa men qilayman. Yo'q, hozir sasan bo'ldi shunaqa. Ha, ichiga sap bo'lib, undan hozir yana bir askartish shuki, buni cho'qim avval ichiga sap bo'lib, undan keyin piyoqirishimiz kerak. Bo'lmasa chachirab ketadi. Xo'sh, bosdim. Tayyorlig'ingiz bitdimi? Jiddiylashyotamsiz. Berishga uch. Eson. Endi to'xta. Mana shuni piliq ko'zi olat deymiz. Piliqning og'zidan chiqqan ko'pikka o'xshaydi ekan. Shunda haqiqatan. Mushalat kelgandan boshlab, mana 70 gram shakarni 3 qatimga bo'lib solamiz. Endi aralashtiring. 3 ga bo'lib silishdagi maqsad shakar erib, tuxumning ostida eg'irlashib qolmaydi. Bir erib bo'lgandan keyin yana birini solsak, o'yliq eg'irlashib qolmagan keyin oson ko'pidi. Hozircha to'xtayman. Şunun çoxum bunu bıraxlam selib etmək. 3 ga bo'lib solamiz kerak edi. 3 ga bo'lib solsak, ishti ko'pidi. Üçüncü basqıçlıq şəkər selish fəaliyyətimiz ayaqlaşdı. Endi kuchab ko'ptiring. Bir qo'lingiz tutaylik. Mantasini tutaylik. Bunun için tuxumni chalganda niyada soni bor. Yuqori suratda shunday qilamiz. Chang qiyqirab tushib ketmang yana do'stlar. Odatda biz uyda yeydigan appa Rishalo. Ha, merinka. Bunu yana bir atılış var bu değil mi? Bu rishalo mı? Rishalo. Suyuq holatda rishalo deydi. Hozir sizga shu nasıl? Ha, rishalolarga aytamiz. Hadi ben gelsin şu anda ayrıklam dokoprum salgandaki ya da şu merinkini pişiriş kıblanda. Buldu. Buna koşun kaçlık yani kaç yıl etrafını kılınız? 3 yıl etrafında. 3 yıl etrafında yani şu köpken alet hikayesinden akor. Ak küçük uççukdek alet deydi o ne? Şu da düzgün tertek uçup ketmeyecek alet. Ha, ondan toplamayın mısın? Ha. Yaxşı qaldı bu tarafda. Öyle vallahi bilen abdulları bilen kısadı köngüllü kısa. Aile hoşallıqını haqiqiy istiqbal bo'ldi o'chaqda. Masalan, bu da yig'rab ketdi, o'tgan erlar qisa. O'ydagi erlar aralashtirib ko'p erishmas bo'lsa, ayollar pishirishmas bo'lsa. Pardonizmi? Taskajma, hozir bo'ldimi? Men ko'ray. Demek hozir hamda bizning bu xizmatimiz muvaffaqiyatli tamomlandi. Shunday qo'ygildi. Bu eng yaxshi bosqichga kelgan chog'da men ben bu xizmatning nazoratchilik vazifasini sizga olganim uchun haqiqatan yaxshi qilibsiz. Bu qitim oldin qitim qaragan chog'da tiltirishibsiz. Hamda bu nima? Bu birinchi xizmat, ikkinchi xizmat. Bu bir paloq aralashtiramiz shunaqa. Hozir biz ko'rgandek haqiqatan merinka olib keldi. Anda gildim şu aralıq sizden bir sual sorğum kelyapti yani hamda bu sual meni ait suyundirgan, yani men ait qiziqqan bir sual. Anlasam sizning bir saloningiz bor ekan. Bu salonga nurg'ulg'an xonim qizlar a'zo bo'lib tamoq etishni o'rganadi ekan, shunaqalar o'zaro bu jihatdagi fikrlarini almashtirdi ekan, ham bir-birisiga topshiriq berib tamoq etkizgan ishlar bor ekan. Bu salon xelijiq deydi ku, burunmi qurpaqqa hozirgi shu taom saloningizmi bas-basda a'zolarni qabul qilyapti deydi. To'g'ri. Taom saloni qurishdagi maqsadim endi hozir undidaramimiz umumlashib ketdi. Shundoq, ijtimoiy aloqadorligimizga oid muhim bir qurol bo'lib qoldi ya. Tamoq etishni undidar orqali, rasm orqali, ostiga xat orqali tushuntirib, evatib bersak, uyda o'tirib har xil variantli tamoqlarni etib chiqara olsa, bu mana taom salonidagi
Maqsadi shunaqa. Demak, haqiqatan aytdi kishini suyundiradigan bir ish qilib o'tibsiz. Hozir bir salon, hozir 5 chiqdi. 5 chiqdi. 5 saloningiz bor. Bu salonda asosiyatidan qanday tomoqlarni yetishni o'rgatsizlar? Asosliq shu pishiriqlar, tortlar, anandan g'ayri tomoqlar. Bu vaqtda endi gaplarimizni, suolimizni mishinchilik qilib bo'lsak, navbatda sizniki bu xurjingizni tayyorlangandek bo'ldi. Birinchi xamirga abiyam qarishali dedikmi? Shundoq. Ashini 3 ga bo'lib aralashtiramiz. Tegini to'piga o'raysiz, adin kesissiz. Siz bir qilib beqing. Tegini to'piga o'rayman, undan keyin kesiman. Siz so'qaymi? Siz shu bizning programmamizda bir qanchalarni endi astoydillik bilan ko'rib chiqsangiz, men so'q bo'ldimmi, shu gul keltiradiganligimga qobirini aytasiz. Akilman qilay. Endi ma'nodan o'shani sarsaq qilamda. Akilman qilay. Nemizqa deganda men tuxumning eqini ko'p turib, qattiq ko'p turib oldik emasmi? Bek chiq ilashtirib olsak, meniki ko'pligi yo'qolib ketib, tortimiz ko'pmayib qoldi. Hozir men tayyor bo'ldi shunaqa. Xamir tayyor bo'ldi. Bu mashg'ulotlarni qilib bo'lguncha duxovkamiz qizib tayyor bo'lib turishi kerak. 150 gradus. Shunaqa? 150 gradus. Duxovkani esa bundan keyin hozir haroratni ko'tarish shunaqa. Mana to'pining gradusi, mana ostining gradusi 150 ta 150, endi vaqti 60 minut. Tashlanishni bilsangiz bo'ldi. Bu jarayonda hozir qiziqashtirdi shunaqa. Buni ichida bir soat turamdi qanday? Buni ichidagisi duxovkaning temperaturasini, ichkilik temperaturasini o'lchaydigan gradus. Hozirlik qizishga boshlabdi, ha? Kuyib ketmamda? Kuymaydi, u maxsus ashunga aylangan. Endi biz navbatda nima ish qilamiz? Xamirni lesqa to'kamiz. Lesqa shunaqa. Endi hisobda bu les bir qilib shunaqa. Sal turib pishgan chog'da mushu lesning cho'ng kichikligida, o'shining o'lchami bo'yicha pishadi shunaqa. Shundoq. Xamirni kuchab uramiz. Taxtaga kuchab ursangiz, ichida qolib qolgan ko'dingizmi? Kichik ko'piklar. Chiqadi. Demismi mana hozir ushoq ko'pikchilar chiqyapti ustida. Ko'pikchilarni chiqaryapmiz. Nima qilamiz? Bo'ldi. Teqirtib turib tashla. Shunaqa? Surib ketdi, men bir tortdan olsam bo'ladi. Hurmatli ko'rman do'stlar, shu topda men Ayguldanning yetakchiligida shu bugungi mashg'ulotlarning ichidagi qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan. Musharakatni bakmi yaxshi o'rgandingiz. Shundami? Musharakatni menimcha men eng g'albidek futbolchi chiqqanda qildim, osanki. Osonniki. Endi barabar stop ketsa, endi duxovkaga salaylik. Bu hozir tashkilot keldi, ustida ko'pikchilari o'rlab chiqdi, demak, buning ichida hozir havo qolmadi shunaqa. Endi biz buni endi salsak 1 soat atrofida pishirdi. 1 soat atrofida. 1 soat atrofida. Hurmatli ko'rman do'stlar, shu topda biz tayyorlab olgan xamirni duxovkaning ichiga soldik. Bu endi tort bo'lib chiqish uchun 1 soat vaqt ketadi. O'z navbatida ekran oldidagi do'stlar uchun bizning bir saytimiz faqat 30 sekundlikla to'yilishi mumkin. E'lon ko'rgashtiraylik, hozirlik qaytib kelamiz. Qadrli qarindoshlar, programmamizda davomli ko'rishlarni qarshilamiz. Ko'rayotganlar Shinjon televiziya asosining ijodasining programmasi. Shu topda bizningki 1 soat vaqtimizni to'shdi. Hozir bizning tortimiz şeyda qapti, 2 minut vaqt qapti. Shu araliqda manondek tegisal ko'tarilib turadigan duxovkaning o'ziniki temiri jaz chiqdi. Mushuningda ostidan havo o'tishib turadigan bir yer yasab, uni elib bilan cho'qim dim shaklda qo'yamiz. Bo'lmasa mabeh nozik tortchi o'tirish ketadi. Agar undaq tik qo'yib qo'ysak, o'tirish ketadi. Suvib bo'lguncha cho'qim dim shaklda. Buni osmonda bo'shliq bo'lishi, uningki havo o'tishib turish uchun, egizroq yer qo'yib qo'ysak bo'ldi. Tezroq. Boshqanda bu mashg'ulotni qilgan chog'im cho'qim yana shu bexatarlikni kuyib, to'g'ri. Bo'ldi, undaqda qo'limizga kelgan pallaylarni kiyib olaylik. Men olay. Shundoq chiroyli chiqdi. Siz ichib ko'ring, alay. Ma'qul. Chiroyli chiqdi. Qaranglar. Mana bek chiroyli. Aprayli, tuzayli. Nayt o'xshagan bir tuxum tort pishib chiqdi. Mush bitti, dim qo'yib, so'g'icha mushnaq turdi. So'g'ib bo'lgandan keyin alqinimiz bilan tutsak, qiziq urilmoqdek holatga kelganda uni olamiz. Uning uchun biz bezaklarni qilib turaylik, shokoladni qirib, hozir so'g'ishlik shunaqa. Qaymoqni ko'ptirib, shokoladni qirib turaylik. Endi Nijat sizga bir vazifa. Xo'sh. Bu shokolad qirish asbobi. Bu uskuna hozir aritishi uskunasiga, siz so'lqay. Agar bu uskun bo'lmagan falasini shu ishimizni qilsak ham bo'ladimi, deyman. Undaqda siz yigil bo'ladimi? 4 kishi turgan qaymoqqa odatda bo'lsa, undaq xushbiroq materialdim.
Atıp koysak falan da. Bo'lmaydi. Yemeklikning nasibini ishlatamiz-da. Shunda shunaqa materiallarni ishlasak bo'ldi, ha? Bir temam qo'yimiz, bek joq qo'yversak bo'lmaydi. Buni hanzusi nima deydi? Buningki har xil puroqliklar bor. Bugun ishlatganim shansojin. Shansojin deyilgan-da. Hozir ham ko'p turishga boshlaylik. Bo'ldi, buni hozir xushpuroq material saldo, shakar saldo qilamiz. Buni quyib olib kelamda. Qaymoqni bilasizmi, to'rtlarning yuziga surkagan, eqib tushmagidek siliq holat chikasi bo'ldi. Ketib boqamsiz, shakar ketadimi? Bunaqdan menda usta. Buni shundan oldindan Setmagan qo'shiqni. Qo'shiqdan birini ilib. Bo'ptimi? Ta'min. Shakar ketibdimi? Hozir buning shakli yana biz yuqoridagi tayyorlab olgan risholig'imi o'xshab qoldimi? Ha. Hozir buni qiziq degandiku deyman. Ha. Men ajratishni ko'rsatib qo'yay. Bo'ldi. Endi qaymoqimiz tayyor bo'ldi. Buni bir chetga qo'yib, agar oilalarda bo'lsa, to'nglatqo'g'i birdan qo'yib qo'ysanglar, buni surgicha erib ketmay qattiq holatda bo'lib, yomon chiroyli chiqadi. Oilada bo'lsa, hozirgi Mau kuz faslon temperaturisimi buning bek erib ketishining oldini ola oladi deyman. Avval qisib bo'lmagan keyin bo'ldi. Mana qarsanglar, mana sovuqdi. Qo'l ko'ymagidek bo'ldi, tutib yoqqan. Ha, shundaqqa. Endi ajratish usulini ko'rsatib qo'yay. Ko'rsini besib ichiga. Shunaqa holatda. Oldirmay ajratishni tushunama. Bu bir texnikaga. Bek besib etmaysiz. Besib, tunama. O'qotaman. Bu xuddi kichik buvoq bolalarni tutgandek bir xil. Yumshoqmikan? Nozik. Buni o'zi quratamda nozikligi. Shu ishlayim jilib bir jikidan kesib yapaqim kelyotdi. Shunaqa. Men doim shunaqa qilman. Nima? Endi ajratdik ustini. Ustini ajratdik. Endi buning osti harakatchan bo'lg'achqa ostini bosamiz. To'piga bundoq bossak chiqadi. Mana, labi ajraydi. Qarang, shundoq chiroyli chiqadi. Haqiqatan bekla o'lchamlik chiqdi, ha. Endi buning tagiga qo'yadigan, teqiraydigan. Teqirg'ishni eklaylik. Izchil shu hissiyotni o'z qo'lim bilan bir xil his qilib chiqishni o'ylagan. Yaxshi bo'lamdiki? Haqiqatan texnik talab qiladigan bu. Endi shokolad checham. Nari chechama buni. Yuziga qo'lingizni ilib, qo'lingizga shokolad urilib ketadi. Ha. Shunday shaklda tekis chechasiz. Tushundim. Ma'ni qisqa, tushunami? Lekin bu haqiqatan sel jafosi bo'lsa-mu, ammo bek ko'ngillik odamga bir xil rohatlik ato qiladigan. Ha, intan ko'ngillik xizmatga. Endi to'piga ozroq shakar uni. Bu suda. Shakar uni. Shakarmika? Ha. Hozir to'piga ham ozroq shakar uni. Shunaqa. Bu shakar yana bizning yuqorida ishlatgan shakar bilan o'xshamaydi shunaqa. Bu hozir talqon shaklda, texnik uvoq shakldagi shakarga. Demak, endi bu texnik yeyishlik bilan-da. Texnik yeyishlik, texnik ko'rkam chiqadi. Yegingiz kelyapti. Sizdan chuchu. Sizdan yegingiz kelyapti. Albatta, hozirlab yevog'im ketib bordi. O'sha to'tga bilibman. Mana ko'raman do'stlar, xuddi sizlar ko'rgandek Aygul xonimning yetakchiligida, yordamida shunaqa o'rtaq hamkorlashishimiz natijasida hammalarniki ishtahosini ichib o'tgan, tetib yiqishga, ko'rpa qishga taqozo bo'lgan, shunaqa mehmonlarning hurmati dasturxonining ziynati bo'lgan bu chiroyli tortni tayyorladik. Ya'ni shokolad tort. Shunaqa. Demak, endi o'zimiz qo'l silib ishlashga jur'at qila olsaqlar, shunaqa mana shunday bir xil astoydil bo'lgan bo'lsa, menimcha do'stlar bugungi programmamizni ko'rib olgandan keyin balki buningdami yeyishlik, buningdami o'xshagan shunaqa, buningdami o'zgacha ta'mlarga ega yangicha uslubdagi tortlarni barliqqa keltira olishi mumkin. Bunaqda Aygul xonim, oxirida sizga bir qatim rahmat. Tayyorlash usuli. Birinchi bosqich. Oldi bilan xamirning materialini tayyorlab olamiz. Ya'ni kichik tasqa 50 gram sut, puroqsiz suv yig'idan 50 gram. 50 gram shakar solamiz. Ondan tuxum chilish asbobi bilan xamir bo'lmoq holatiga kelguncha ilashtiramiz. Ondan 5 dona tuxumning seriqini xamirga quyib, to'liq aralashtiramiz.
Tuxumning sirqi rasa aralashganda dasga yana 75 gram un solamiz. Andan ko'miqo'naq kraxmaldan 15 gram, soda talqinidan 2 gram silib, unning tugirchaklari tugigicha asta suratda aralashtiramiz. Ikkinchi bosqich. Yana bir dasqa 70 gram shakar silib, birinchi bosqichda ayirib olgan tuxumning eqi bilan aralashtiramiz. Taxminan 5 minut atrofida quyuq holatga kelguncha aralashtirsak bo'ladi. Shu samingizda bo'lsinki, bu bosqichda tuxum chilish asbobi ishlatildi. 3-bosqichda tayyorlab olgan 2 xil xurishni 3 ga bo'lib, asta takshi aralashtiramiz. Ondan tangshalgan xurishni lesqa to'kamiz. Lesqa to'kib bo'lgandan keyin lesni pirqirtib turib, ambalga asta uramiz. Buningdan maqsad ximir tarkibidagi havoni chiqarib etishdan iborat. Ko'pchilar butunlay chiqib bo'lgandan keyin lesni duxovkaga solamiz. Duxovkaning temperaturasini 160 Selsiya gradusga to'g'rilab, bolkaning pishish vaqtini 1 soatga tangshaymiz. 4-bosqichda ambalning ustiga duxovkaning ichidagi havo o'tishib turadigan temir taxtayni qo'yib, pishgan bolkani lesdan chiqarib etmay turib, dum holatda temir taxtayning ustiga qo'yamiz. Taki butunlay sovuğanğa qadar mush holatda qo'yamiz. 5-bosqichda bolka sovug'icha tayyorlab olgan shokoladni qirib tayyor qilamiz. Shokoladni qirganda yasagan tortning cho'ng kichikligi yoki ehtiyojingizga qarab tanshab qirib olsangiz bo'ldi. Shokoladni qirib olgandan keyin bolkaning ustiga surkaydigan qaymoqni ko'ptiramiz. Ya'ni pishiqlab ishlangan 35% lik qaymoqdan 500 gram, shakardan yarim piyolani dasqa qo'yamiz. Ondan qaymoqning ustiga yemeklikka ishlatiladigan puroqli xurishdan bir temim qo'yamiz. Oxirida tuxum ko'ptirish asbobi orqali qaymoqni ko'ptiramiz. Qaymoqning shakli toza, quyuq holatga kelganda ko'ptirishdan to'xtaymiz. Eng oxirgi bosqichda bolkani avaylab, lesdan chiqarib olib, qilib qo'yamiz. Ondan qaymoqni bolkaga takshi surkaymiz. Oxirida qirib olgan shokoladni qaymoqli bolkaning ustiga takshi chachimiz. Eng oxirida shokolad chechilgan tortning ustiga ozroq shakar uni chechib, kesib iste'mol qilsak bo'ladi. Qandaq, rastlabdimanmi? Yomon ekanmi? Endi bu tortni Nijatning o'z tayyorlig'iga ishongansizlar. İçildaslıqning programmasi mana shuningdek o'xshagan nozu ne'matlarni, tatliqlarni, yeyishlik tomoqlarni etishni o'rgatadigan nihoyatda esil programma. Bo'ldi qarindoshlar, undaqda keyingi programmamizda men bilan birlikda qanday tomoqni etishni o'rgangansizlar, bunga nihoyat qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. Undaqda keyingi İçildaslıqning programmamizda ko'rishni unutib qolmaylik. Men Nijat, xayr xo'sh, omon bo'ling.